Yo, hammaga salom do'stlar. Bugun roligimizda sizlar bilan Steam account ochishni o'rganamiz. Steamni yuklash o'rganamiz do'stlar. Buning uchun do'stlar bizga Chrome kerak bo'ladi. Chrome'ga Steam yozamiz. Mana birinchi turgan bosamiz do'stlar. Keyin mana bu nima kelib chiqadi. Mana установить Steamni bosamiz. Menda Steam bo'lganligi uchun men Steam skачать qilmayman. Keyingi nimamiz harakatimiz bunda Steam skачать qilar ekanman. Bosamiz. Загрузить Steam do'stlar. Bosamiz. Далее bosamiz. Далее. Обзор. So'zlar papkani bosamiz. Agar do'stlar sizlarda mana shunaqa skачать qilinayotgan bo'lsa, u mana bu papkanga surib qolishni anglatadi. Mana so'zlar papkani bosib, keyin bosaveramiz. Va установить bosamiz. Ustomonlik qilyapti. Ketamiz do'stlar. Ya'ni pust deganini bosib, mana bu yerda nima kelib chiqadi? Steamimiz kelib chiqadi mana bu do'stlar. Mana shu yerga qo'yamiz. Okey. Nega ochmayapti do'stlar? Great. Boshdan saytni o'chira olish kerak shekilli. Menda что-то bo'lmayapti hozir. Saytni o'chirmoqchimiz va kartinkani sizlar. Aziz kartinka olaman. Men sizlarga polni bunaqa o'chirishni emas, men sizlarga to'g'ri o'chirishni o'rgatganman. Xohlasangiz kirib bemalol ko'rishingiz mumkin. Metod kompyuter. Keyin загрузить tugmasi. Steam. Dan bosamiz. Vale. Emas endi do'stlar. Рабочий стол. Slayd degan joyga bosamiz. Okeyga bosamiz. Keyin metod kompyuter. Bosamiz. Sanoat bo'ldi. Kodni bosamiz. Bizada hozirchalik mana ustanovimiz ketyapti. Ustanovni qilgancha gaplashamiz do'stlar. Nima gaplar? Mana bo'lyapti do'stlar. Albatta menga komment yozinglar do'stlar. Meni akkauntimni bilasizlar. O'shanga kirib bemalol ko'rib, kommentlarni yozib, layklarni bosinglar. Do'stlar, qo'llab-quvvatlaganingiz bizga rivoj qo'shadi. Men boyib ketmayman. Sizlarni kommentlarlar yoki layklar bilan boyib ketmayman. Bemalol bosib o'tiraveringlar do'stlar. Do'stlar, meni prosmotrim juda kam bo'lyapti. Shu meni kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar yoki mayli. Man sizlardan mingtamas 50 ta layk so'rayman do'stlar. 50 ta bosib tashlash qiyin emas, onasini bilsin. Shunda bosib boringlar bo'ldi do'stlar. Endi bu
do'stlar, harbining o'zi, men o'zi aslida notebook ishlataman do'stlar. Nasib bo'lsa bir mana shu xo'jayin ozgina rivojlangandan keyin bir kompyuterni yig'dirib yuborman do'stlar. Mm, O'sha uchun like va obuna bo'linglar do'stlar. Komment yozib, bo'pti. Sizga do'stlar. Steam Sanofi qilyapman. Bu bu bundan ham chiqmas. Bundan ham chiqamiz. Do'stlar, mana bu yuzadagilarni qanaqa bu ham videolarim bor. Steamga kiramiz. Ritmasini bosamiz. Ularni nomlayman. Transfer wasn't. So, ham negadir cho'zilib ketdi. Do'stlar, kutamiz do'stlar. Sabr, 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 yana sabr. Negadir cho'zilib ketyapti bu. Nega? Sevinchli sen. Aman do'stlar, mana qo'ya. Endi biz Spostate бесплатный аккаунт turibdi. To'g'ri. Adres elektron pochtada. So, do'stlar, mana sizlarga akkaunт beraman. Mayli. Nima bemalol foydalanib kirishingiz mumkin. Zo'r. Elektron anons jilsa va elektron anons. Demak, O'zbekistonda deymiz, robotmisiz yolg'on debdi. Biz yording, biz robot emasmiz. Do'stlar, 13 yoshni o'tishingiz mumkin.
Pochta elektron pochtaga kiramiz. Do'stlar, agar o'zimizning laykimiz 50 ta layk kelsa, men sizlarga pochtani qanday ochishni o'rgataman. Подписать do'stlarimiz. Do'stlar, ilk qarindoshlarim berdi. Akkaunt deb. Meniki A, B, ammo parol o'sha esingda odatda 11 qilamiz. Misol uchun odatda password'a 5 yillik yo'q, 80 qilamiz. Mana bilan bo'ladi. Parol. Bu esingizda qoladigan parol bo'lsa, qani saberiz. Parol. Endi boshdan shift bilan pastga guvoh nomoradi. Ishlaymiz. Keyin bo'lsa shundoq kabiroq qilamiz-da. Kattaroqsa mana kattaroq qilamiz. Oshib kelyapti nega? Do'stlar, mana kapasitem akkauntimizga qarab, endi do'stlar, buni nima qilamiz do'stlar? Xohlagan o'yiningizni nima qilsangiz bo'ladi. Mana magazinlarga kirib, mana Vivat ekan do'stlar. Bu yerda sizni skачать qilgan igralar ustida magazinda esa siz skачать qilmoqchi bo'lgan, misol uchun CS:GO 2 deb yozamiz do'stlar. Бесплатный продукт. O'shani ustiga chiqadi. Igra tugmasini bosamiz. O'zidan nima qilib ketadi do'stlar. Manimcha video yetarli bo'ldi deb o'ylayman do'stlar. E'tibor berganingiz uchun katta rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling. Sizlarga bitta narsa o'rgatmoqchi edim. Sochesda bo'limiga kirib, bir-birlari bilan o'ynasanglar bo'ladi do'stlar. Nimalarda. Endi do'stlar, men qaytaman
sizlarga sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.